Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektni ham tugatdik. Ko'rishingiz mumkin. Sesimiz ishlayapti, padachamiz mana 80 gradus, obratamiz 50 gradus. O'sha 76 gradus filtrimizni ko'rsatyapti. Biz ko'rsanglar mumkin, sushilkamiz. Kollektor. Radiatorimizdagi harorat 74 gradus. 74 gradus. Bu yoqdagi radiatorimizda mana 71 gradus. Ko'rishingiz mumkin. %100 to'plib olgan hammasi. Biroz kecha qolib ketdik. Bu yoqqa ham xuddi o'sha katta yo'ldan qo'yganmiz. Ishga baho berib qo'yasizlar. Katta yo'limizdan atroflaridan emas, qapqoqlaridan chiqyapti. Qapqoqlaridan samosoga chiqadi o'zi. Gradus. Bu yog'i liniyalarimiz. Mana 25 gradus, atutdan 42 gradus batarya bo'lyapti. Atak mana kauchuk chexol qo'yilgan, a'lo darajada so'qisha beradi. O'sha 55 gradusga tushibdi. Bu yog'i endi o'zining parametrlari katta yo'l qo'qonli bolalar qilib berishdi, lider degan. Katta yo'l ekan, 25 kilovatlik. Qani? O't yonish, o't yoqib ko'rdik. Ko'mir emas, o'tinda ham silab ko'rdik. Katta yo'l ham yaxshi, a'lo darajada katta yo'l ekan, issiqda yaxshi ushlar ekan. Yana bir bu yoqqa hali chiroq tushirishmabdi uydagilar, hali shu olib qo'yishibdi. Ishga bir baho berib qo'yaverasizlar. Bo'ldi, endi to'plik oldi ham yoqib qo'yamiz. To'plib olgan harorat 7 gradusga ko'tarishini ko'ryapsizlar mana. Padacha. Jana 47. Bu yoqlarimizda 25, to'plib olib qo'shganimiz uchun 50 gradus tashlaydi. Troxadoy klaplar, Troxadoyni boriga ochib qo'yganman. Mana 10 ko'rsga qo'yib qo'yganman. Mana bu yerdan gradusni boshqarib, 45 gradusni mana bu yerdan ko'rib digrafga qilsa bo'ladi to'plib olib. Aka, hozircha katta yo'lda o'chiramiz, tezroq gradus tushirish uchun. Nima qilaveramiz endi mana kollektorimizda
Sekin bu ham ko'tarilishni boshladi sezguncha. Ko'rishinglar mumkin 36 gradus harorat kelyapti kollektorimizga. O'sha chexoldan o'tib harorat ketyapti. Ko'rgan bo'lsanglar mana. O'sha 41 gradusga chiqdi. Ishga o'rnini bitta bosib qo'yasizlar. Mana.